Assalomu alaykum. Ismim Fazliddin. Al-Saxiy loyihasidanman. Bizada savdo majmuasi bor. O'sha savdo majmuamizda onlayn yetkazib berish xizmatlarimizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lganimizda Islomiddin akani o'sha Telegram Ads targeting xizmatlariga murojaat qildik. Islomiddin aka bilan 1 oydan oshiq ishladik. Shu 1 oydan oshiq muddat ichida bizga doimiy hisobotlarni berib turdilar, doimiy texnik yordam berib turdilar. Kreativ kontent bo'yicha maslahatlarni berib turdilar. Shu hisobotlardan ozgina o'qib beraman. Sarflangan summamiz shu 1 oydan oshiq muddat davomida 535 euro bo'ldi. Obuna bo'lganlar 2840 tani tashkil qildi. Bitta o'rtacha obuna narxi 0.8 evrodan tushdi. Umumiy ko'rishlar soni 14 milliondan oshdi. Umumiy kliklar soni 93 mingdan oshdi. Bu bizning Telegram Ads targeting xizmatlaridan birinchi marta foydalanishimizda Islomiddin aka bilan birinchi marta bo'lsa ham biza xizmatdan qoniqdik, bizga ma'qul bo'ldi. Agar kimdir mutaxassis bilan ishlashni niyat qilgan bo'lsa, Islomiddin akani tavsiya qilgan bo'lardim.